May oyida gripp juda ko'payib ketdi, besabab isitmalar ko'payib ketyapti, tomoq og'riqlar, shu kabi kasalliklar ko'payib ketyapti. Men shu kasallik bilan og'rigan bemorlarga mana shuni Covid davrida chiqazganman. Juda ham bemorlarga yaxshi foyda bergan. Bu mahsulotimizni ham 3 yoshdan 10 yoshgacha, 10 yoshdan katta bo'lgan bemorlarga tavsiya etamiz. Bu nima qiladi? Qondagi virus, gripp bo'ladimi yoki bo'lmasa laringit bo'ladimi, o'pkaga o'tgan bo'ladimi, issig'i chiqyaptimi, o'sha kasalliklarga kompleksni qilib mana shu mahsulotni Covid davrida chiqazganmiz. Covid davrida juda ko'p insonlar shundan foydalanib shifo topishgan. Mana hozir biz buni yana internetga qo'yamiz. Shifo topganlar, biz haqiqatan shundan shifo topganmiz degan o'ziflaringizni ham yozib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Bu kompleksli mahsulotimiz kichkina yosh bolalarga 400 grammdan, kattalarga 800 grammdan kun davomida ichish tavsiya etiladi. Buni saharda turganda 700 grammli bankaga bitta sashet paketini damlanadi. Kichik yoshlarga 400 grammdan damlanadi. Kun davomida qorin to'q bo'lmagan holatlarda issiq ichiladi. Kasallik boshlanishida foydalansa, mana shu bitta pachka bilan inshaalloh Xudo xolasa bemor kichik bo'ladimi, katta bo'ladimi shifo topadi. Ota-bobolarimiz aytishgan-ku, temirni issig'ida bosgindi. Avjiga chiqmasdan mana shu mahsulotdan foydalansangiz, sizga hech qanaqangi him dorilar kerak bo'lmaydi. Mana foydalaning. Agar nihoyatda birdan issig'i ko'payib chiqib ketadigan bo'lsa, shu bilan birgalikda kashnich damlab, o'sha bilan birgalikda buni beradigan bo'lsangiz, issig'ini kashnich tushirib beradi. Men internetda ham aytganman bu narsani. Xohlasangiz urug'ini qaynatib bering, xohlasangiz bitta kashnichni ildizi bilan yaxshilab yuvib, choynakka damlab bosib ichiring. Buni ham ichiring. Him dorilarsiz tabiiy yo'l bilan issiq tushirish yo'lini ham mana aytib o'tdim. Foydalaning va tabiiy yo'l bilan o'zingizga o'zingiz shifo topishingizga yordam bering.